Biz nimani yaxshi ko'ramiz, birodarlar? Ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, molimizni yaxshi ko'ramiz, farzandlarimizni, amallarimizni. Lekin eng katta yaxshi ko'rayotgan narsamiz nima? Alloh. Muhabbatning eng oliy ko'rinishi nima biz uchun? Alloh taoloning diydori, Alloh taoloning roziligi. Bu shunday bir muhabbatki, Allohga bo'lgan muhabbat. Bu tugab qolmaydi. Boshqa har qanday narsaga muhabbat qo'ying, tugaydi u narsa, muhabbat. Odamni yaxshi ko'rsangiz, odam o'ladi, ammo Allohga bo'lgan muhabbat, birodarlar, o'lganimizda yerda tagida biz bilan birga bo'ladi. Qiyomat kunida biz bilan birga bo'ladi. Jannatga siz bilan biz olib kiradigan muhabbat bo'ladi. Mana qanaqa muhabbatga intilish kerak. Hikmat. Haromning ustiga qurilgan muhabbat ozayishga qarab yuradi. Iymon ustiga qurilgan muhabbat o'sishlik tomonga qarab yuradi. Ibn Abbos roziyallohu anhu Oysha onamizga shunday degan edi kunlarning birida. Kunti ahabban nisa'i nabiy sallallohu alayhi vasallam ilay. Va lam yakun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuhibbu illa tayyiban. Ibn Abbos ibn Abdul Muttolibning o'g'li. Bu ummatning eng bilimli kishisi. Rasululloh o'tib ketganidan keyin Oysha onamizning oldiga kelib aytayaptiki, siz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayoli edingiz. Rasululloh faqat pokiza narsani yaxshi ko'rardi dedi. Sizni yaxshi ko'rdimi? Demak, siz pokiza edingiz. Nimani yaxshi ko'rishlik payg'ambarimizga to'g'ri keladi? Pokiza narsani. Endi payg'ambarimiz bu ayolini faqat go'zalligi uchun yaxshi ko'rdimi? Nimasi uchun yaxshi ko'rdi? Kamoli uchun, ilmi uchun, xulqi uchun, Allohga bo'lgan muhabbati uchun. Mana shu narsasini yaxshi ko'rishlik ayol kishidagi payg'ambarimizga yarashar edi. Biz ukalar birovga uylanmoqchi bo'lsak, nimasini yaxshi ko'rib uylanyapmiz? Bir qarab qo'yinglar. Husninimi, otasinimi, nasl nasabinimi yoki dininimi? Agar biz bir qizga uni dini uchun, xulqi uchun, axloqi uchun, e'tiqodi uchun yaxshi ko'rib uylansak, inshaalloh bu muhabbat, birodarlar, o'lgunimizcha siz bilan biz bilan yonimizda turadi. Ibn Abbos davom etadi Oysha onamizga gapirib turib. Safarda sizning monchog'ingiz yo'qolib qoldi. Payg'ambarimiz safarlarda biriga Oysha onamiz bilan chiqqanida, bir joyga o'tirishganida monchog'i tushib qoladi. Shu monchog'ini Rasululloh istedi, sahobalar istedi, namoz vaqti o'tib ketib qoladi, suv yo'q. Shunda Alloh taolo fatayammamu soidan tayyiba, suv topa olmasangiz, pokiza tuproq bilan tayammum qiling dedi. Bu Oysha onamizning barakotidan bo'ldi. Oysha onamizga mana shu monchog'in yo'qolishligi ummat uchun yengillik bo'lgan tayammum degan ruxsatni berdi. Sizning sababingizdan, barakatingiz sababli musulmonlarga yengillik, tayammumga izn berildi dedi. 7 osmon ustidan sizni pok ekanligingiz haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Masjidlarda Qur'on o'qilar ekan, siz haqingizda tushgan oyatlar kecha-yu kunduz qiyomatgacha tilovat qilinadi dedi. Oysha onamizning fazilatlarini gapirib ketdi. Maqtab ketdi. Shunda Oysha onamiz, "Ya Ibn Abbas, da'ni minka." Ya Ibn Abbos bo'ldi qiling dedi. Bo'ldi qiling. Fa vallohi lawadittu anni kuntu nasiyan mansiya. Ey Ibn Abbos, qo'ying bu so'zlarni, bas qiling. Siz meni maqtashingizdan butunlay unutilib ketilishini xohlab qoldim dedi. Ya'ni muxlis odam odamlarning maqtovini kutmaydi. Muxlis odam qilgan ishini ko'z-ko'z qilmaydi. Ko'z-ko'z qilmaydi. Muxlis odam qilgan savobli ishini bekitadi, xuddi ayb ishini bekitgandaqa. Chunki savobini kamib qolishini xohlamaydi. Muxlis kishini qalbiga odamlarning maqtovi sig'maydi. Maqsadi bu emas. Ha, maqtasa maqtaversin, lekin bu maqsadda qilmagan bu odam. Allohning roziligini deb qilgan bo'lar. Alloh qabul qilsin. Inson 3 ta narsani yaxshi ko'radi. O'zini vujudini, badanini, navini, o'zini nasl nasabi zurriyotini va zikrini, nomini. Vujudini, navini hamda o'zini nomini. Alam nashroh laka sadrak va wada'na anka bizrak allazi anqadha dhahrak va rafa'na laka zikrak. Ey Muhammad, biz sizning qalbingizni keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik va biz sizni zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik.
vujudni davomiy qolishligi yeyish ichishlik bilan bo'ladi. Tanamizni qolishini xohlaymiz, yeymiz, ichamiz. Navimizni, zurriyotimizni qolishini xohlaymiz, bu nima bilan bo'ladi? Uylanishlik bilan, farzand qoldirishlik bilan bo'ladi. Endi zikri, nomini qolishi nima bilan bo'ladi? Allohni tanishi bilan, unga toatda bo'lish bilan, qilgan savobli amallari bilan. Agar bizni zikrimiz qolishini xohlasak, birodarlar, Allohning hukmida mustaqim turaylik va savobli ishlarni ko'proq qilaylik. Mana shu masjidda masjid bo'lib qolishiga sabab bo'lgan qancha odam bo'lsa, necha yillar o'tar. Falonchilar turgan shu ishni boshida. Bu bino falonchiniki deb turib, odamlar faqat nima bilan eslaydi? Mollot Toshqozini ko'prigi. Mama Yusufboyatani masjidi. Boqiy masjidi. Qaranglarda, bu odam ko'prik solib qo'ygan ekan. Bir odam masjid solib qo'ygan ekan. Kattalar bilasizlar, necha yil oldi shularga? Necha yil o'tib ketganiga bulardi. Demak, bularda zikri qoldi. Agar siz bilan biz ham zikrimiz qolishini xohlasak, odamlar bizni yaxshilik bilan eslashligini xohlasak, savobli ishlarni ko'proq qilishga haris bo'laylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.